maşallah bir-biridan chiroyli kelib ziyoratga kelib, masjidlar aylanib inshaalloh har birlaring mana shunaqa o'yinchoqlar bolalaringizga olib borishlaringiz mumkin. Nima istasalaringiz bor. Uni mehnatlarini qaranglar, qanaqa chiroyli. Ko'rib havasim kelyapti. Hamon endi mashqlarga ham taklif qilaman inshaalloh. Ayşe 40 yıl, 50 yıl bo'lgan o'zi mana aksalar keladi. Mana cho'g'i bittaga rangi ko'ryapsizmi? O'sha mana. Mana urilganda chaqa bo'lgan, lekin sovuq urib, rangi ishlaydi. Buni qarang, bitta deydi mana bu yoq. Mana endi. Buni rangini qarang, mana bu yoqqa ko'rib, bu rangi bir bu naqshni masalan yozuvda qaraysiz. Mana bu tarafga qaraysiz mana har 2 metrga archa yog'och qo'yib bo'lgan. Mana shu rangi bittaga o'zini ariydi. Mana oqini albatta buni ko'rgani, yashini hozir. Mana ishlarni ham qarang. Mana xuddi sirlanganday turibdi ishlar. Buni mana shu bir to'kilib boradi. Ko'ryapsizmi? Buni qarang, mana o'sha chaqilgan joyini ham sovuq urmagan, ustun sirlangan sezam, mana chaqilgandan ochilishi kerakdir. Sovuq urmaydi, original. Shuncha chaqa bo'lgan, boshqa bo'lgan, isor davrida villa dorixonasi yalat bo'lgan bir tarafiga ham originalni shunday. 200 yil bo'lgan. Bu maqolalarni 1373-1374 yillarda Amir tomonidan yopilgan. Otalardan ustozlar tavriga bu taraflarning asl qadrlariga çünkü otalar vasiyetlerine göre oğlanın insan sorununa yoksaltılması, o'sha vasiyatlariga asosan otaları Muhammad Karagay oğlan aytganlarda isroillarda Sheyx Shamsuddinlar boshqardilar. Ikkovlarining ustiga bitta qilib nehrdan tosh qo'yilgan. 1373-1373 yillarda Argonaut boshi olib bag'lash sham yoqtirsa, shunga asa har tarafdan taradi. Bu Misr davrida villa dorixonasi kalati bo'lgan e'tibor bilmagan odamlar uning haqida ushlab olib ketishgan arzani chekib qoldi. Qolganini 1996 yil Samarqandda qayta ta'mirlab, Qur'onga oyatlardan yozdirib, uning muddatsini olib ketishgan. Asl argonaut boshi. Karim Buğan'ın buyurgularını Toshkent'in icra firması Filosu Vilayet Tezişkan aslında Xorazm'ın yürüyüşleri İnşallah Qashqadaryoga kelib shunaqa chiroyli go'zallarni ko'rib asar xursand bo'ldim. Mana shu yurtga taklif qilaman. Kelsalaring chiroyli manzaralar ko'p, bizni kuzatib borib, like bosishni unutmang, obuna bo'lasizlar. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bunu yapacağım,